Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Biz bilan bioz taqib qo'ydik-da. Yana olib kelyapmiz mana vitamin sizlarga. Ha, mayli, rahmat. Shu farzand ichganmilar, xudo xolasa. Buni berishdan oldin nima muammolari bor edi, opa? Buni bo'yi kaltaydi. Aha. Gijjalari bor edi. Keyin shu dorilar vitamindan shu vitaminlar olganimizdan keyin Aha. shu bir oy ichida ancha yaxshi natija ko'rsatdi-da. Gijjalari tushdi. Aha. Ko'zingiz bilan ko'rdingizmi tushgan? Ha? Gijjalari tushdi, keyin bo'ylari ancha yaxshi o'sdi. Ovqatlanishlari ham yaxshi bo'ldi. Bo'yi qanchaga o'sdi taxminan? Necha santimetrga? Taxminan shu 5 santimetrlar o'sdi. 5 santimetr o'sdi. O'sdi. Bu natijaga necha kunda erishdingiz? Shu bir oyda-da. Bir oy davomida shu natijaga Bir erishdingiz. oyda. Aha. O'zi sizga bizning mahsulotimizni kim tavsiya qilgandi? Qayerda ko'rib qoldingiz? Biz shu telefondan ko'rdik. Aha. Telefondan ko'rib shu Buyurtma qilgansiz. keyin buyurtma qildik, o'zlari olib berishdi. Aha. Hozir yana endi natijasini yaxshi bilganimizdan keyin yana anaqa qilyapmiz-da. Yana ichiryapsizmi? Iye, ichiryapmiz. Zo'r, zo'r. Opa, mana effekt ko'rgan, natija olgan mijoz sifatida yaqinlaringizga, tanishlaringizga, farzandlaringizga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz biz mahsulotimizni? Mahsulotlaringizni shu mana yaxshi natija, ongizlar yaxshi ekan haqiqatan. Natijasini bildik bir oy mobaynida. Bo'ylari o'sdi deydik. Hamma narsaga Aytmoqchiman, kimgadir tavsiya qildingizmi buni? tavsiya qilganimiz yo'q, lekin hali endi-da ko'rgan odamlar ham aytayapti, bo'yi pastlikdan yaxshi o'sibdi deyapti. Aha. Natijasini bildilarmi deyapti. Xullas, mamnunsiz, opa? Ha, yaxshi. Aytmoqchiman, ko'nglingiz to'ldi olgan mahsulot. To'ldi. Natijasi yaxshi, yana bo'ldi. Berdi yaxshi natija.